Assalomu alaykum. Kitob o'qish munbiri avlodlar torbetiga xush keldingiz. Mening ismim Nuriya Rahman. Bugun men Gretsiyaning Paros aralida dengizning bo'yiga kelib sizlarga bir asar o'qib beray deb o'ltiribdiman. Bugun marhum yozuvchimiz Ahad Turdining Serin günlük o'yladagi kishilar degan temada yozilgan bir yurish asarlardan qeyni u güzel misra sho'x kulkilar degan temadagi asarni o'qishni davomlashtiramiz. Bu asar dаңlıq shoirimiz marhum Teyitjon Eliyevga bag'ishlangan. Shuningdan keyin yana birer yillar o'tib ketdi. 1974-yil qishda men shoir bilan Turpan safarida yana bir qitin hamsuhbat bo'ldi. Adabiy tanqidchi Pattarjon Muhammadi bizni to'y taklif qilgan edi. Bu chaqda Teyitjon aka sürgünlükdən qaytib kelgan bo'lsa-mu, lekin masalasi texi uzul kesil bir taraf bo'lmay o'ydidan elib turgan edi. Biz Teyitjon aka, rafiqasi Xalcham va men kashlik poyez bilan minib tongga yaqin Tarlon bekatiga yetib bordik. U yerda bizni bir eshak harvisi kutib turgan ekan. Biz Turpan vodisiga qarab, xuddi kumush lentidek so'zilib yotgan Tarlon o'stamidan bo'ylab yurib ketdik. Subhi amdala ko'tarilgan edi. Havo sovuq, tog' tarafdan ochiq tog' shamili urib turardi. Biz juva ko'rpalarga yugunib olgan edik. Harbining yenik tabrinishi bilan meni shirin uyqu bosdi. Xalchammo mugdab qolgan edi. Shoir bizni uyg'otib, "Qaranglar sizlarni. Jahonning ko'zi endi ichilib olsa, sizlar ko'zinglarni yumib olganinglar nemisi? Tabiatning sahardagi bu go'zalligini ko'rmadinglarmi? Obdan ko'ringlar. Odamning yuragi yayrab qoladi." dedi. Teyitjon akaning jiroqlarga tikilgan ko'zlari o'tdek yenib ketgan edi. U ufqda qizirib ko'tarilgan ko'rkam tong shapqiga, cheksiz so'zilib yotgan munbat va'da, ota bobolarning esil namoyandisi bo'lgan qarizlarga shoirona nazar, shoirona tafakkur, shoirona hayajon bilan to'ymay qaraydi. Bir azdan keyin shoir xuddi tabiatga xitob qilgandek mardona, yiqimli ovozda tuvandagi ikki misra she'rni deklamatsiya qildi. Yetmaklik erur mushkul, maqsadga yetar kim bor. Kun xirayu, tun teran, ot oqsoq, yo'l tayqoq. Shoir cho'nqir bir xursinib jim bo'ldi. Men qiziqib so'rdim. Atdigandila ilhom kaptida, hozirla ko'nglingizda yozdingiz-ku deyman. Davom bordir. O asta beshini chayqadi. Yo'q, bu mening emas, Navoiyning g'azali. Men shu hamon g'azalni kichkina xotira daftarimga yozib oldim. Bu qisqala ikki misra g'azalda shoirning shu chaqdagi hasrati, notavonligi va realligi bo'lgan noroziligi mujassamlangan. Biz Turpanda bir necha kun turdik. Bu jarayonda shoirning menda qoldirgan eng cho'nqur ta'siroti uning adabiyotga bo'lgan cho'nqur, yuksak muhabbati edi. Rostini aytsam, menda uchoqlarda pishqadam yozuvchi shoirlarning beshiga kelgan behuda kulfatlarni ko'rish natijasida adabiyotdan sovush, ijodiyatdan yoltish xohish tug'ilgan edi. Lekin men adabiyot uchunla shuncha baloy ofatlarni beshidan kechirgan shoirning vujudidan hech qanday tushkunlik, umidsizliklarni ko'rmadim. Ozg'ina vaqtni boshqa o'tkazmay o'qiydi, o'ylaydi, mulohaza qiladi. Shu kunlarda bo'lgan bir ish hozirqadek esimda turibdi.
bir kuni tong saharda nihoyatda yiqimliq xushnafas bir ovozdan uyg'onib ketdim. Asta ko'zimni ochsam, Tayyipjon Eliyov yotgan o'rnida yotqanni dumbisiga ortib, yukinib o'ltirib, ikki yoqqa yeni tavranganicha bir narsa o'qib etibdi. Men xiyolimda bu odamni kishilar Tayyip qori deydi ekan, balkim u Qur'on o'qiyotgan o'xshaydi deb o'yladim. Lekin obdanroq zan silib o'qiyotgan narsaning oyat emas, she'r ekanligini farq etdim. Beshimni ko'tarib qarasam, yostiq ustida ko'na bir kitob ichig'liq turibdi. Shoir o'qishdan to'xtaganda men taajjub bilan so'radim. Shu kunlardami bu narsalar ko'nglimizga sig'amdi? O kitobni varaqlab etib, kızım su üzüp jüreydi. Dikkat kılın ha. Geçir onlar. Dikkatim kesilip etip. O kitapni varaqlab etip, Adibning ko'ngli daryodek kang bo'lishi kerak. Adibning ko'ngliga hamma narsa sig'masi bo'lmaydi. Faqat bir narsa soxtalik, yolg'onchilik sig'masligi kerak, dedi va bir oz turib edib so'zini davomlashtirdi. Bu ish menga xumar, o'qimasam, yozmasam tura olmayman. Lekin hozir nimani yozaman? Beshimni qimirlassam, to'g'risi tegadi. Qo'limni midirlassam, tamqa tegadi. Shunga eng yaxshisi hozircha o'qib turay. Hamon yozadigan kunlar keladi. Shungacha o'qib, mutolaa qilib turay. Yaxshi kitob odamga qanot beg'ishlaydi. Bumi xuddi pichoqni bilab turgandek ish. Bu so'z xuddi mangli qartib aytilgandek menga qattiq ta'sir qildi. Men yozuvchi bo'laman deb yurgan bir havaskor bo'lsam-mu, lekin adabiyotga, hayotga, o'rganishga bo'lgan muhabbatimning unchalik kuchli, mustahkam emasligini o'ylab, ichim qattiq xijil bo'ldi. Xijillikni yoshirish uchun nazarimni shoirning qo'lidagi kitobga aqtirdim. Bu qaysi kitob? Ko'ni kitobda qiladi-ku. Ha, o ko'ni kitob. Navoiyning Xazaniyul Ma'an degan divonining G'arayibus Sig'ar, ya'ni yoshlik hunarlari nomli birinchi kitobi, dedi shoir va birdamda jonlanib tushuntirishga boshladi. Buningdagi g'azallar nihoyatda chiroyli, lirik yozilgan, shaklimi xilma-xil. Mushu bir divondalar Aruz vaznning Hazaj bahri, Rajaz bahri, Ramal bahri qatorliq 9 bahri qo'llanilgan. Anlab beqing, men sizga birinchi g'azalni o'qib beray. Ashraqat man aksi shamsil kaisi anvarul huda. Yari aksin mayda ko'rdab jomidin chiqdi sada. Buni nasr bo'yicha yazsak undaq bo'ladi. Hidoyatning nuri qadah ichida quyoshdek aks etib chiqdi. Yoringning jamolini mushu yerda ko'rgin deb jamdan sado chiqdi. Hidoyatning nuri qadah ichida quyoshdek aks etib chiqdi. Yoringning jamolini mushu yerda ko'rgin deb jamdan sado chiqdi. Biz kichik chaqlarda mollamning o'rgatgan bu g'azalni bolalar bilan ohangga keltirib mundaq yodlaydi. Ashraqatman, aski katman, palta gurjak, laxshigir, 6 tiyinga tanga oldim, 7 tiyinga mushgir. Har ikkimiz kulishib ketdik. Shoir bolalik chaqlarini eslab nihoyatda hozirlangan edi. U yana orqadanla mundaq dedi.
O çağda bazı taliplar Navoiyni qarısıga yodlab berib, she'rlarning ma'nosini tushunmay zerikkanligidan Navoiy to'g'risida mundaq beytlarni to'qishgan. Ey Navoiy xam qapoq, qaymoq setib jiningni baq. Bir beytni o'qiy olmay ko'zlaring bo'ldi chapoq. Shoir yana huzurlanib kuldi. O'tgan ishlar onunğa dilkashlik, ozodalik va oromlik bag'ishlagan edi. U kiyimlarni kiyib etib, yana she'riyat to'g'risida so'z boshladi. Klassik she'riyatimiz ajoyib bir cho'ng xazina. Biz tehi uning 10dan bir qismini erkimizga ola olmadik. O cho'ng bir mazmundorligi bilan millat shakliga nihoyat boy. Madrasadagi taliblar orasida muammo keng tarqalgan. Bu she'riyatimizdagi tepishmoq shakli bo'lib, zehnni o'tkirlashtirish, tilni ravonlashtirishda bek muhim. Men sizga birini o'qib beray, tepib beqing. Mollaning boshini kesse mamat bo'lsin, qabri ara ko'mgin uni hayot bo'lsin. Mening bundaq shakldagi she'rni tunji qatim anglishim edi. Shunga damalliqqa uning ma'nosini yechib bera olmadim. Oxir Teyipjon aka o'zi yechib berdi. Bu ikki misra beytdan Qambar degan ism chiqadi. Bu konicha Qambar deb yoziladi. Teyipjon Eliyov Alisher Navoiy deb atalmış buyuk okeanning ichiga xeyli cho'nqir kirgan shoir edi. Onun maharet sirlerini inçikilab o'rgangan shoirlik ko'zi bilan Navoiyning poetikasiga nazar solgan edi. Shunga men yilidan beri ko'nglimda o'ylagan, ammo birarsidan so'rashga petin olmagan bir savolni onundan so'radim. Teyipjon aka, siz Navoiyni kichkinizdan boshlab o'qibsiz, ko'p biladi ekansiz. U zodi qaysi millat kitobi? Uyg'urmi yoki o'zbekmi? Bu masalani ajab kaskinli o'tirg'i qo'ydingiz-ku. Shoir menidandir qismgandek bir daqiqa sukutda turib oldi. Ondan menga savol nazarda qarab, siz deb beqinga, u zodi qaysi millatning shoiridir? Mening albatta uni Uyg'ur shoiri degim keladi, dedim iftiharlik tuyg'usi bilan. Mening shundoq degim keladi, dedi shoir bir xil iztirobli tuyg'u bilan. Demak, har ikkimizning degim keladi degan so'zni qaraganda bizning bir oz til qisinchiligimiz borda qiladi. Demisizmi shunda? Biz Navoiyni o'z vaqtida yuraklik holda bizning shoirimiz deyalmadik. Har xil sabablar tufaylidan Navoiyga egidorchilik qila olmadik. Aslini olganda Navoiy asarlari bizga eng ko'p tarqalgan, bizda eng ko'p ko'chirilgan. 12 muqammo Navoiy g'azallari bilan yug'urilib ketgan. Klassik shoirlardan Abdurahim Nizari Navoiyning xamissasiga ijodiy varislik qilib, Farhod Shirin, Layli Majnun, Vamuq, Uzra qatorliq dostonlarni yozgan. Bilal Nozim G'azab dar mulki Chin asrida chiqib nahmidan ajab bir sado, Navoiy tirildi, qulurga navo deb Navoiyni o'zining g'oyibi ustozi sifatida tilga olgan. Jirafni qo'yib yaqinni assasakmi, o't yurak shoir Lutfulloh Mutallib o'zining ta'sirotlarim degan she'rida qo'y shoir so'zlama jo'ylib yo'qqa, Navoiy ko'milgan emas tuproqqa, yuragi patmaydi olamdek lahatga, ruhi yo'lanmaydi samoga ahadga. Uning mazorini har bir varaqdan izla, Gümbez qabrisini bir misradan izra. U ijod daryosiga cho'milgan, u har misra tubiga ko'milgan. Degan misralar orqali Navoiyning olamshumul obrazini suratlab bergan. Ammo nimani demayli, yanala o'zbeklar
Navoiyga nihoyat obdan egidarchilik qildi. Ko'p ishlarni ishladi. Birla Toshkentdan o'nlab Navoiyshunoslar yetishib chiqdi. Ular Navoiyning tom asarlarini nashrga tayyorladi. Tadqiq qildi. Dunyoga to'natdi. Helim yaxshi o'zbeklar bo'lsa-mu, Navoiyni ulug'lab, nurg'un ishlarni qildi. Biz buningga ofirin etmasak bo'lmaydi. Bizda qadimiy tariqatdan qolgan mundaq bir hikmat bor. Payg'ambarlarni bir-biridan yuqori yoki to'ban qo'ymaydi. Payg'ambar degan e'tirofning o'zi yetarlikdir. Mushu ma'noda agar Navoiyni jahon shoirlarining sultoni desak, uni o'qigan, uni bilgan va qadrlagan odamlarga bu xulosa g'ayri tabiiy tuyulmaydi. Lekin hozir ba'zilar Navoiy mirosini qo'nilik, idealizm, femizm degandek gaplar bilan chakki qiqiyotdi-ku. Dedim men shoirdan yana ko'proq gap anglash uchun qo'chilab. Buningga siz qanday qaraysiz? Meningcha Navoiy ajoyib bir sirliq falsafa, dedi shoir o'yga patgan holda. Ona dünya qarashining mustahkam bir tayanchi bor. Bu dal tasavvuf ta'limoti. Siz mi bilasiz? Uyg'ur klassik adabiyoti o'tmishda bizning o'ylaganlarimizdan murakkab yo'llar bilan rivojlangan. Ularning asarlari g'oyat ziddiyatlik tarixiy muhit va sharoitning mahsuli. Ular bizning buyurtmamiz bilan emas, balki o'z davri sharoiti taqozosi bilan vujudga kelgan. Shuning uchun ularning hozirgi xohishlarimizga butunlay mos kelishi shart emas va biz buni talab qilmasligimiz lozim. Hammaga ayonki, butun o'rta asr davomida diniy ta'limot sharqdimi, g'arbdimi to'liq hukmronlik qilgan. O'z ta'sirini fan va madaniyatning hamma sohalariga o'tkazgan. Shunday ekan, biz klassiklarimizdan ateizmchi bo'lishni talab qilsak, to'g'ri bo'larmi? Teypcan akaning gapi joyida bo'ldi. Demisimi, tarixchilik prinsipini unutish bir bo'lsa ideallashtirishga, bir bo'lsa inkor qilishga ilib boradi. Klassiklarimizni tarixchilik prinsiplarini unutib, bugungi nuqtai nazarimiz bilan baholasak, u holda nurg'un reaksiyonlar paydo bo'lmamdi. Halbuki buningdan 10 asr 5 asr burun yaşagan odamlarga bugungi kunning talablarini qo'yishga bo'lmaydi-da. Birmuncha klassiklarimizning o'zi yaşagan ashundaq murakkab sharoitda qiynalib izlanishlarining o'zi bir yorqin fojia emasmi? Biz buni isyonkor shoir Bobo Rahim Mashrafning tövendiki so'zlaridan texmi aniq ko'rib olaymiz. Darvaqa rasturki mo'min musulmon bandalarni emas, balkim nafsi balo qazolarni, oqni qora qilg'uchi mubtilolarni, tilining tegida tili bor o'limalarni, shayton sifat mollalarni hajviy til bilan qamchiladim. Nimani yozsam, haqni yozdim. O'zra qo'ymoqlik teqirga odat emas. Ay Mahmudxon, jabr zulmning shundoq darajaga yetibdiki, xaloyiq kichik bolalari yig'lasa, uni Mahmudxon kelyotidi deb qo'rqitadigan bo'pti. Barhaq rost, men dunyodan kashgan bir darvishman. İzzat ekramlaringning mening oldimda tirixchilik qadri yo'qdir. Sen garchi arkoni davlating birla yurtga bosh bo'lgan bo'lsangmi, har kimning jazosini mahsharda Tangri Taolo o'zi bergisi. Xaloyiqda maqol borki, har kim nima terisa shu o'nidir. Nima yozsam, haq so'zni yozdim. Qiyomatga sendan
Jafakarlık menden haq söz yazılgan kitap qalğısı. Cavabımdan özge eytar sözüm yok. Qandaq hüküm qılsang, bismillah deb qabul qilarman. Bu söz İshaq ibni Ziyavuddin ibni İskender Bağıstanның xatirəsinin elanğan. Mana bu Məşrəbning zalim hakim Bəlix şəhrining hökmrani Mahmud Qutuğan bilan qilishgan oxirgi so'zi. Dini hükümranlar Məşrəbga qarshi birlashma qasd planlab, oxiri 1711-yili uni dahriylik badnomi bilan darg'a osdi. Bu chaqda Məşrəb 54 yoshlik qirollik davrida edi. Ular aldığımı tövəndəki g'azalni o'qib mardona borgan edi. Çun qo'lim birlan oyog'im bog'lamoq hojat emas. Men o'limga roziman, bu tiriklik toqat emas. Buncha shiddat birli boshim, kaskili zo'r aylama. Bilki odam qoni to'kmak sana ham toat emas. Çun mübarek bolsun, ey Məşrəb qızıl qanның senin, yaxşı iş boldu sana can berginin afət emas. Şu günü tang yorğandan tartıb, ətdigənlik naşdığıca bolğan arlıqdaki söhbətimiz tolunu qızğın, köngüllik boldu. Əgər Sayırxana Pətərcan Muhammedi çay təyyar boldu, naşdı qılınlar, dəb chaqirib kirmagan bo'lsa, biz yana nurg'un ahamiyatli paranglarni qilishgan bo'ladi. Shundoq bo'lsa-mu, bu suhbat menda unutulg'usiz ta'sir qoldirdi. Men bu orqali yana bir haqiqatni tushundimki, o'zimda bilim deb hisoblab yurganlarning ko'p qismi oddiy ko'pik ekan. Men bilgan narsalar, bilishim kerak bo'lgan narsalarning oldida dengizdagi bir tomchi ekan. Bilim degani go'yo bir granit qiya ekanki, uni odam umr bo'yi g'ajilab o'tish kerak ekan. Men Teyitjon akaga qoyil bo'ldim. Beshidan shuncha ig'ir qismatlarni o'tkazgan va shu kunlardami qatmuqat ruhiy kishanlardan texib qutulmagan shoirning shuncha jushqun, umid var ham xushchaqchaqligi meni cho'nqur o'yga soldi. Men shu chaqda uning fojialik taqdirini kulki bilan kutib olaydigan, qorong'ulik ichida yo'riqlikni ko'ralaydigan, baxtsizlik ichidan huzur, halovat topalaydigan odam ekanligini bilib ketgan. Turpanda bo'lgan bir necha kun ichida shoir u yerning e'tiborliq mehmoniga aylandi. O'qituvchilar, artistlar, havaskorlar uni yo'qladi, qarshi oldi. Shoirning u yerdagi ijtimoiy, ommaviy asosi haqiqatan cho'nqir edi. Uning ziyolilar ichida emas, oddiy fuqarolar ichida obro'yi cho'ng edi. Dehqonlardan sirdosh ulfatlari bor edi. Bir haftadan keyin biz Urumchiga qaytish uchun yana shu Harvey bilan Tarlang o'stamini bo'ylab poyezd stansiyasiga qarab mangdik. Yo'lda ketib etib, bir necha kundan buyanqi har xil faoliyatlarda menga cho'nqir ta'sir qoldirgan bir ishni Teyitjon Ilyovdan so'radi. Teyitjon aka, siz oddiy xalq qo'shoqlaridan tortib, eng qiyin klassik g'azallargacha nurg'un she'r, beytlarni yodga biladi ekansiz. Bu sizning bolalik, o'smirlik chig'ingizda, qarixonada ko'p o'qiganligingizning xosiyatimi? Shoir mundaq javob berdi. Balkim shundaqdir, ammo meningcha shoir bo'laman degan har qanday odam cho'qim nurg'un qo'shoq, beyt, she'r, g'azallarni
yodga bilmesi bo'lmaydi. Bu to'g'risida 13-asrda yashagan olim va shoir Nizomi Arozi Samarqandi kimki kelajakda shoir bo'lishni niyat qilsa, u cho'qim qadimki shoirlarning she'rlaridan 20 ming, hozirgi zamon shoirlarining she'rlaridan 10 ming betni yodga elishlari shart degan talabni qo'ygan. Menimcha bu nihoyatda to'g'ri. Nemishqa desangiz, ko'p yodlash bilan bir tarafdan odamning asli saqlash qobiliyati kuchaysa, yana bir tarafdan shuncha ko'p she'r beytning meg'izini chiqib yodlab elishni bilgan odamning dunyo qarshimi shuningga yarasha mukammalroq shakllanadi. Shoirning aytgani to'g'ri edi. Tabiiyki, bilim oshirish mutolaalasiz bo'lmaydi. Teypcan Eliyev mutolaaga nihoyatda herismand edi. Uning nazarida kitobni tushunib mutolaa qilish kerak. Ba'zida tushunib mutolaa qilishmi kifoya qilmaydi. Fikrlar tezla unutilib ketishi mumkin. Shunga bunday chaqlarda ayrim muhim fikrlarni yodga elish zarur bo'ladi. Shoir ana shunday zaruriyat tufayli nurg'un qo'shiq, she'r, g'azallarni yodga olgan va bularni kundalik turmushida joyida ishiltib, suhbatiga husn va hikmat qo'shgan. Keyingi yıllarda men Teypcan Eliyev bilan bir qoroda o'ltirdim. Shoir bilan hamisha uchrashib turadigan bo'ldi. U qoroyimizdagi kichkina bog'chining ishchan bog'vini edi. U har kuni tong saharda vaqt chiqib edib, gullarni parvarish qiladi. Yavu o'tlarni yo'latdi, dal daraxtlarni sug'uradi. 1987-yildagi bahorning bir atiganligi qo'rg'i chiqsam, shoir g'uchchida ichilgan seringullarning orasida yer yumishtirib etibdi. Baraqsan o'sgan seringullar nihoyat chiroyli ichilib, butun qo'rg'oni xushbo'y serin hidi qoplagan edi. Men Jiraqtilla shoirning 1955-yili Sovet ittifoqiga chiqqanda yozgan Serin tuvida nomli balladasining to'liq o'qib, yod bo'lib ketgan bir kupletini o'qigach, uning yeniga keldim. Ko'rib qoldim Baltiq levida, yozning salqin oydin tunida. Kim bilan kimdo pichirlashudi, gupildab turgan Serin tuvida. Sizningmi serin tuvida pichirlashqingiz kelyapti nima? Dedi shoir qo'lidagi go'rjakni qo'yib, xushxo'ylik bilan. Afsuski, hozir kunduzda. Biz bir oz chaqchaqlashdik. Ondan menmo shoirga qo'shilib ishlab ketdim. Yuqorqi misralarni o'qigan har qanday odam ishq o'tida ko'ygan yigitlik tonglarini, visol dardida o'rtangan tensiz damlarini, baxit saodat bog'lariga chaqirgan intizor kechalarni ko'rgandek bo'ldi. Shoir Teypcan Eliyev haqiqatanmi sevgi, sadoqat va yoshlik ko'ychisi edi. Sevgi yeshig'i yetganda kim uning she'rlariga murojaat qilmagan? Qaysi oshiq va mashq dardini aytolmay noiloj qolganda yar ishqida o'rtadek qatorliq she'rlarni o'qib, azobli qalbiga taskin topmagan. Yo'lliqim bo'lsin sana o'xshash misralarni kim
xotira daftariga ko'chirib, yotlab söygüniga yezib yoki aytib bermagan. Uyg'ur kitobxonlarining bir necha avlodi shoirning she'rlari bilan maktab partisida tanishgan. Yaşlıq yıllardıla sazını zamanға layıq sazlap alған. Yerim əsir ötkəndin keyinmi, güzəlliki bərq urub yaşnap turduğan şiirlərini yazған şairlər ən bəxtiyar icadkarlar. Öz dəvrinin nəfsi utturğan tügüməz naqşa, vətən haqqıda qəzəl, Valaq Təkürübnің ölümüge oxşaş, sadda, güzel, məzmunluq, yengil, dəvətkar şiirlərini Ustaz Teyipcan Eliyev goya Helala Eli dərya boylarını, Qashqar bağlarını, Turpan karızlarını aylanıp gelip bugün tаңды yezip okup turğandek. Teyipcan Eliyev Uyghur şiiriyetinin bugünü ve ersi üçün izlenip başka turuplu kalmay, belki yana özüdün burunki klassik şairlarının eserlerini teziş, rəhləş ve tonuşturuş üçün mü başka turğan. Jürek qenini sərf qılğan sənətkardır. Haqiq şair çoxum özüdün burunki klassiklarının eserleri yoki arxiv materiallarından haqqani faydalanır. Ularning ijod xazinasida bar bo'lgan javahirlarni terib, ularga bezak berib, farq kiritib ko'rsatdi. Bu orqali biz bu shoirning ijodga bo'lgan muhabbati, ilmiy iqtidori va istidodini ro'shan ko'rib yetamiz. Shoir Teyipcan Eliyev shu yillarda Bulaq məcmuəsində Qalandar g'azallaridan degan nom bilan Uyg'ur klassik adabiyotiga mansub yana bir lirik shoirni kishilarga tanitdi. U kirish so'zida Qalandar she'rlari garchi o'z davridagi hukmron ideyaviy iqim bo'lgan diniy xurafiy aqidlardan xoli bo'lmasa-mu, lekin muhabbat haqida nurg'un oliyjanob, nozik ideyaviy hissiyot va ta'sirli lirik kuyga ega qimmatlik badiiy mirosdir deb yuksak baho berdi. Undaqda shoir bu qimmatlik mirosni qachon, qayerdan topdi? U 1978-yili 7-oyda rafiqasi bilan birga Qashqarga borganda shoirga g'oyibona cho'qinadigan Qashqar pedagogika instituti Adabiyot fakultetining o'qituvchisi Abdumid Ismoil uni bir necha kishilar bilan birga uyiga mehmonga chaqirdi. Shu chaqda Teyipcan Eliyev bir romka haraqni ko'tarib, so'rindikilarga o'zining Qashqarga kelishdiki maqsadini tushuntirdi. Men bu qitim Qashqarga birinchidan uzun yil ko'rishalmagan sabdoshlar, kasbdoshlar bilan didorlashish. Ikkinchidan yangi havodan nafaslanib, adabiy hayotimiz to'g'risidagi yangi uchurlardan xabar tepish. Uchinchidan klassik asarlarni yig'ish, ratlash ishxonasining havosi bilan joylarda saqlanayotgan klassik asarlarimizga doir materiallarni izlab ko'rish maqsadida keldi. So'rindikilar uning bilan yuz ko'rishganligi va bir dasturxonda o'ltirib mungdashganlik uchun xo'shalliklarini, rahmat, tashakkurlarini bildirib, orqa-orqadan bir necha romkadan haraq ichishdi. O'ltirish qizib, o'zaro tortinish, ayminish deganlar asta-asta yo'qoldi. Shu chaqda bir necha aylan Teyipcan Eliyevni yangi yozgan she'rlaridan birarni o'qib berishga taklif qildi. Shoir oxir yangi yozib texi e'lon qilinmagan Çal oğlum degan she'rni yaqili o'qib berdi. Yangritib daqudumboq elib chiqdi. Menimi yacheyka sazoyiga. Ko'rsalar, so'naychisi o'g'lim ekan, to'nidim bir qarabdi chiroyiga. O'zimni tutolmasdan kulib ketib daptiman. Nima ish bu?
Tova. Çal oğlum. Ata ananın toyudu mu? Munçilik kızımağan. Nəğmina bak. Ruhluq, yumurluq intonasiyada o'qilgan bu she'r so'rinda cho'nqur ta'sir qo'zg'adi. Shuning bilan madaniyat so'r inqilobi to'g'risida dard shikoyat va latifa yumor aytishlar keng boshlanib keldi. O'ltirish haqiqatan qizidi. Kulki chaqchaq, naqshi g'azal bilan jonliq, tetik bir kayfiyat shakllandi. Arada kulki chaqchaq sal tasir so'rin jimigan bir chaqda Sayıpxan Ablimit İsmail Teyitcan akıga yeni bir uçurni yetkizdi. Muşu mahallede Ablikim degan bir bola bar edi. Onun qo'lida dadisidan qolgan xeyli ko'p qo'lni kitoblarning borligini ko'rdim. Men uningdan Qalandar ismli birsining qo'l yozmasini elib ko'rib, bir g'azalni ko'chirib olgan edim. Shu g'azal bormi? Aldirab so'rdi Teyitcan Eliyev. Bor. Men hozirla tepib chiqay. Ablimit İsmail yataq uyiga kirib ketib, bir xotira daftarini elib chiqdi va tövandagi g'azalni o'qidi. Ta Xotanning shahridan qilding safar ay gul uzar. Noli u afg'on qilurman bul o'qsha zar. İltifat eylep birer sorğul Qalandar halini ha yüzünni görmese birden ana yoktur qara. Teyitcan Eliyev g'azalni anglab hayajonlandi ve Ablimit İsmail'ning qo'lidagi xotirni istik elib qayta ko'z yugurtgach, bu bir yangilik. Biz yana bir klassik xazinaga ega bo'ladigan bo'ldik. Siz ati shu kitobni menga akilib beralarsizmi? Dedi samimiy o'tinish bilan. Shoir shu kuni shu kitobni qo'liga kirgizish maqsadida mehmonxonaga qaytmay Ablimit İsmailning uyiga qo'nib qoldi. Atsa deganda Ablimit İsmail heliqi Ablikim degan bolaning uyiga berib ahvolni aytdi. Lekin Ablikim kitobni bergili unamay, bu mening oti mirosim. Men buni doim o'qiyman. Keyincha o'zim ishlab matbuotda e'lon qilaman. Boshqalarning qo'liga tushsa yo'qab ketadi deb jahillik qildi. Lekin Ablimit İsmailmi ching turib, Adash, Teyitcan aka shundaqla bir ko'rib baxmoqchi. Mening yuzimni qilib berib turgan, bugunni qaytirib akilib beraman dedi. Shunda qilib Ablimit İsmail kitobni 1 soatlik muhlat bilan elib keldi. Teyitcan Eliyev kitobni qo'liga elib avaylab qaradi. Kitob qora, ko'n tashliq, Xotanning patliq qog'oziga qumush qalam bilan qora siyahda yozilgan. G'azal, muhammas degan mavzular bo'lsa, qizil siyahda yozilgan. Shoir uning beshidagi birinchi g'azalni o'qibla Ablimit İsmail bilan ayolni sirtqa chiqarib etib, o'zim xoli bir o'tirib ko'rib baqay deb uyga bekinib oldi. Birer soatdan keyin Ablimit İsmailni chaqirib, Ablimit, bu tepilmas bir go'har ekan. Biz notunish bo'lgan davlat bir shoirga ega bo'ldik. Men bu qitim Qashqarga kelganligimga ming martaba rozi bo'ldim. Barliq yo'l harg'inliklarim chiqib ketdi. Endi gap bu kitobni qo'lga keltiraylik deb nihoyatda hayajonlandi. Shu chog'da ayoli xalcham chaqchaq qilib, men bilan to'y qilgandimi buncha hayajonlanib ketmagandingiz? Rostla bir go'harga ega bo'ldingizmi nima? dedi. Teyitcan aka bu gaplarga e'ron qilmay Ablimit İsmail'din. Ablikim degan bola nima ish qiladi deb so'radi. Hozir tomchilik qiladi. Burun Xinjiang universiteti adabiyot fakultetida o'qigan. 1961-yili kasal sababidan o'qishni davomlashtira olmay qaytib kelgan. U mo she'r yozdi. Dadisi Qurban Imom kona kitob qurish edi.
Teyipcan Eliyov kitapni kostyumining qo'yin yanchig'iga selib etib, mundaq dedi. Onun qo'lida tursa, bu kitap yo'riqqa chiqolmaydi. Siz ma bu 20 yuanni elib berib, Ablikimga dang. Kitap menda qoldi. Bu gapdan keyin tanqisliqda qolgan Ablimit Ismoil ilojsiz Ablikimning uyiga berib, ahvolni chiroyliqcha tushundirdi. Lekin Ablikim qattiq chichangshib, "Heli go 20 yuan ekan, 200 yuan bersimi satmayman. Bu manga dadamdan qolgan tabarruk. Keyin o'zim ishlayman. Darhol kitobni akilib ber." Ablimit Ismoildan ranjidi. Ablimit Ismoil yana amalsiz uyga qaytib, Teyipcan akaga ahvolni aytdi. Bu chaqda er-xotin ikkilan qaytishga tayyorlanib turgan edi. Teyipcan Eliyov darhol yo'lni o'zgartirdi. "Juring, meni Ablikimning uyiga boshlab bering," deb Ablimit Ismoilga agishib, Ablikimning uyiga keldi. Bek baqirvatdimi nima? O'ylisida biz o'ngshayotgan Ablikim Teyipcan Eliyovni ko'rib, nihoyatda xush bo'lib ketdi va hayajondan nima qilishini bilmay, paypetak bo'lib, ularni uyiga taklif qildi. Lekin Teyipcan Eliyov o'yladilar, uning qo'lini qisib turib, "Ukam, siz nihoyatda xosiyatli bir ish qildingiz. Men sizdan atayin mushu bir kitobni so'rag'ili keldim," deb menidan yana 50 yuan pulni chiqarib, "Buni eling. Lekin buni kitobning bahosi deb tushunib qolmang. Bu bir bahosiz kitob. Bu faqat sizning bu kitobni saqlagan ajringiz. Men bu kitobni keyin yana o'z beti sizga qaytarib beraman. Buningga Ablimit guvoh bo'lsin," dedi alohida o'tinish bilan. Bu gaplarni anglagan Ablikim katta shoirning oldida zodili eg'iz ocholmay qoldi va demi ichiga tushib, er-xotin ikkilarni ustib qo'ydi. Ammo ular ketgandan keyin dardini Ablimit Ismoildan oldi. "Hammani qilgansan. Sen demagan bo'lsang, u odam..." Ups. Içilmaydi shamolda. "U odam nadin bilatdi? Sen meni eng qimmatli narsamdan ayiravatding." Ablimit Ismoil onunga yana siliq sipoyilik bilan tushundirdi. "Adash, uncha chechilma. Teyipcan aka donliq shoir. Bu kitobni faqat shu odamlar yo'riqqa chiqara oladi. Bu kitob yo'riqqa chiqsa, bu amaliyotda sening jamiyatga, millatga, adabiyotga qo'shgan to'kpang bo'ladi. Buni sandiqda saqlagandan tezroq kishilarga to'nitgan yaxshi." Shoirning yuzi saboqdishining tushundirishi bilan Ablikim har holda qoyil bo'ldi. Mana shu kitob uzoq o'tmay Teyipcan Eliyovning ratlishi, izohlashi va yuksak bahosi bilan yo'q chiqdi. Har bir insonning ajdodlarining qolgan mirosga, o'z xalqi tarixiga bo'lgan munosabati va qiziqishi uning ko'ngliqqa amroqligi bilan emas, balki uning oddiy insoniy tuyg'usi. Ota-bobolar qini ham tari to'kilgan tuproq va shu tuproqda ko'kligan yeshil daraxt yiltizlariga suv ishkizish bilan kifoyalanish kerak. Qadimiy yodgorliklar biz uchun xalqimizning madaniy tafakkurini, uning ma'naviy qiyofatini, ijodkorlik ruhini namoyon etkichidir. Qadimki obida, qo'ni qo'lyozma va xalqning eg'iz ijodi biz uchun eng avval xalqimiz tarixining zulmatini yo'rtib turg'uvchisi, xalqimiz tarixining zulmatini yo'rtib turg'uvchi chiroqlardir.
har xil xalq miroslarini har xil xalq miroslarini ashu xalqning onasi desak xato bo'lmaydi. Xalq mana shu ona etikini tutib cho'ng bo'lgan. Shunga miroslarga bo'lgan munosabatimiz onamizga bo'lgan munosabatimizdek muqaddas tuyg'u bilan yo'g'irilishi kerak. Mana shu haqiqatni chin ma'nosi bilan tushungan va shundoq aqida bilan ishlagan shoir Teyipcan Eliyov ilgari oxiri bo'lib Uyg'ur klassik adabiyotiga mansub namunlardan Navoiy g'azallari, Nizari dostonlari, Gumnam, Qalandar qatorliq klassiklarning asarlarini nashrga tayyorladi. Ham 1981-yili Şinjan Xalq nashriyoti tarafidan nashr qilingan Uyg'ur klassik adabiyotidan namunalar degan yirik kitobning mas'ul muharriri bo'ldi. Klassik shoirlarimizning asarlaridan tuzilgan bu nashr atoqli adibning klassik shoirlar uchun o'rnatgan buyuk obidasi. Shundaqla ajdodlar ijodini tonuşturishning namunasi bo'lib qoldi. Xo'sh, bugun asarni mushinchilik o'qib beray. Bir she'r. Bundaqlam bir qallay. Keşmegin dostum samimiyet. Keşmegin dostum samimiyettin. Qo'ysum seni kambag'al qilib. Biroq ashudu ko'ngil boyliqing asrig'in uni jiningdek kelib. Uningsiz sening to'ymaydi ko'zing, rasvo qiladi har to'yga seni. Keşmegin dostum samimiyettin. Mahrum qilsumu mansab abeldin. Uningsiz zarbab bo'lsumu to'ning baribir la'nat yog'du aldin. Haman yuksak martabang sening o'rin bersila xalqing ko'ngildin. Keşmegin dostum samimiyettin. Qo'ysumi seni ahmaq ko'rsatib. Oningsiz aql bo'lsang, o'zingni didsiz maqqa qo'ysan chetib. Farq etelmay yo'lingni hamon qolasan cho'qim qatqoqqa petib. Keşmegin dostum samimiyettin. Yüz o'ritsumu yoringni sendin. Söygü beg'ing adolinidu. Qutulasan zahar tikandin. Söygü izdaydi samimiyetni. Bulbul bahraman xushbo'y chimandin. Keşmegin dostum samimiyettin. Tutib bersimu xanjarga seni. Oningsiz hayot nemaga lozim? Oningsiz sharaf topdi kim qani? Can qadrlik vicdan bilallah. Samimiyet vicdanning jeni. 1986 yil. Maqolamsa bugungi asar o'qishimiz mushinchilik bo'lsin. Havo texi yaxshi. Men o'zimni so'q etib o'tay. Dumlamdan optab tushib keldim. Bekkesil bu asarlar. Rahmat. Merhum Ahad Turdi akamızning sehiylik bilan mana shundaq
esil nadir əsərini bizə sunğanığa rəhmət. Maqul əmsə, kelər qitimliq anlaşımızda görüşəyik. Salamet bolun. Xeyir xoş.